Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil matematika variantlar to'plamini birinchi variantini tahlil qilamiz. Demak, birinchi variant, birinchi savol. Arifmetik progressiyada S20 minus S19 teng minus 30 va D teng minus 4 bo'lsa, A25 ning qiymatini toping. Sn minus Sn minus 1 teng An degan formula bor. U holda n teng 20 deb olsak, S20 minus S19 A20 ga teng. Shartga ko'ra S20 minus S19 minus 30 ga teng. U holda A20 minus 30 ga teng. Arifmetik progressiyaning yana bitta xossasidan foydalansak, n plus teng n k bo'lsa, ak teng An plus n degan formulasidan foydalansak, A25 teng A20 plus 5 deb yozib olsak bo'lar ekan. U holda A25 teng A20 minus 30 ga teng plus 5 ko'paygan D minus 4 ga teng. Shartga ko'ra u holda A25 minus 50 ga tengligini ko'rish mumkin. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Endi ikkinchi hisoblang deyapti. Biz umumiy ifodani T deb belgilab oldik va uni ikkala tarafini ham kubga ko'tarib yubordik. Buni A plus B qovus kubi bo'yicha ochib yubordik. A ning kubi plus B ning kubi plus 3AB A plus B teng T ning kubi. U holda shunday ifoda keldi bizda. Bu yerni soddalashtirsak 2 13 lar qisqarib ketadi. 5 plus 5 10 plus 3 ikkitasini bir ilizda yozsak 25 A plus B A minus B A kvadrat minus B kvadratini berib 25 minus 52 ga teng ekan. Kelgan T teng T ning kubi. U holda bizda T ning kubi teng 10 plus 25 minus 52 va minus 27 ga teng va minus 3 ga teng. Kubizdan chiqarsak 3 ko'paygan minus 3 9 ga teng, ko'paygan ham bor 10 minus 9 T. Demak, hammasini tenglikdan bitta tarafga o'tirsak, T ning kubi plus 9 T minus 10 teng 0 degan kubik tenglama hosil bo'ldi bizda. Bu kubik tenglamani ishlash uchun quyidagidek soddalashtirish keltiramiz, o'zgartirish keltiramiz. Ya'ni T kub minus 1 plus 9 T minus 9. Minus 10 ni minus 1 minus 9 deb alohida yozib oldik. Bu yerda bu A kub minus B kub bo'yicha yoyamiz. Bu yerdan 9 ni chiqarsak T minus 1 teng 0. Demak, testdan umumiy kvadrati T minus 1 ni qovusdan chiqarsak T bir shunday ifoda hosil bo'ladi. Bu yerdan T teng 1 degan bitta yechim. T kvadrat plus 4 T plus 10 teng 0. Bu ular diskriminant 0 dan kichkina. Demak, bu yechimga ega emas. T teng 1 bo'lsa, demak ifoda ham T ga teng bo'lsa, demak ifoda ham 1 ga teng. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolda 10 kishilik sinfda bitta sardor va bitta sardor yordamchisi necha xil usulda tanlash mumkin? Kombinatorika 10 kishini ikkitadan guruhlarga bo'ldik. Takrorlanadigan qilib, u holda shu formuladan foydalansak, bizlarda 90 xil tanlash yo'li mavjud ekan. Demak, 4-savolda balandliklar bir xil bo'lgan jismlarning qaysi biriga suv ko'proq ketadi? Agar qaysi birining hajmi ko'p bo'lsa, o'shanga ko'proq suv ketadi. Demak, birinchining hajmini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda birinchining kichik asos diametri 2 ligidan radius 1, katta asos diametri 4 ligidan radius 2 ga teng. U holda birinchida kesik konus berilgan. Kesik konusning hajmi shu formula bilan topilar ekan. U holda kesik konus hajmi bizda 7/3 pi h. Hammasini mana buni katta h bilan belgilab oldik. Endi bu rasmda silindr berilgan. Silindr diametri, asos diametri 3 ga tengligidan radiusi 3/2 ga tengligini bilsa bo'ladi. Silindrning hajmi pi kvadrat h, bu yerdan 9/4 pi h.
Endi yarim silindr bo'lgan, keyingida yarim silindrning hajmi radiusi 2ligida, diametri 2lik 4ligidan radiusi 2ligini bilsa bo'ladi. Bu yerdan hajmini topsak 1/2 pi r kvadrat h 2 pi h. Demak 2 pi h 9/4dan ham 7/3dan ham kichkina. Demak bu ikkitasini solishtiramiz. Ya'ni kesik konus bilan silindrning hajmlarini taqqoslaymiz. Bu yerda soddalash uchun pi h balandlik bir xil. Demak bir xil mahraj yo'lasak 27/8/12 endi 27/12. Demak kesik konusning hajmi silindrning hajmidan kattaroq ekan. U holda kesik konusga eng ko'p suv sig'ar ekan. Bu ham ajabga to'g'ri keladi. 5-savolda kasrni qisqartirish mumkin bo'lgan m'ning barcha qiymatlari yig'indisini toping deyapti. Oldin biz suratni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Demak shunday ko'paytiruvchilarga ajratdik. Endi makhrajni ham ko'paytiruvchilarga ajratganda ular ko'paytiruv ichida mana shu 3 ta ko'paytiruvchidan kamida bittasi bo'lsagina bu qisqaradi kasr. Demak x kvadrat plus mx plus 6 birinchi x kvadrat plus 5x teng 6 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu holda x plus 3 x plus 2 ko'paytiruvchilarga ajraladi. Bu yerda suratda ham makhrajda ham x plus 2 bor. Demak bu qisqaradi. Demak keyingi holda x kvadrat minus 5x plus 6 deb yozsam bo'ladi. Bu yerda x minus 3 x minus 2 x minus 2 suratda ham makhrajda ham bor. Suratda ham bor. Demak buni ham olsak bo'ladi. Bu yerda m teng 5, bunisi m teng minus 5. Uchinchi so'nishda x kvadrat plus 7x plus 6. Bu yerda ham buni x plus 1x plus 6 ko'paytiruvchilarga ajratish mumkin, lekin x plus 1 ham x plus 6 ham suratda yo'q. Demak buni ola olmaymiz. To'rtinchida x kvadrat minus 7x plus 6 deb yozib olsak, x minus 1 ko'paygan x minus 6, x minus 1 suratda bor. Demak buni olsak bo'ladi. Bu yerda m teng 7ligini ko'rsak bo'ladi. Demak 3tasining yig'indisi, barchasining yig'indisini so'rayapti. 7 ga teng ekan. Keyingi 6-chi 3421 sonida 4 qaysi birligida tegishli? Bu juda oddiy savol. 1 birlik xonada, 2 o'nlik xonada, 4 yuzlik xonada, 3 minglik xonada turibdi. Demak 4 yuzlik xonada turibdi. Bu javobga to'g'ri keladi. Keyingida men ham bu ishni Salim o'zi 30 kunda, akasi Olim 20 kunda, dadasi esa 12 kunda tamomlaydi. Agar uchalasi birgalikda 2 kun ishlasa, qolgan ishni dadasini bir o'zi necha kunda tamomlaydi deyapti. Keling oldin 3tasi ishlasa, butun ishni nechta kunda bajaradi ekan bular? Hisoblasak 6 kunda bajarar ekan. Demak ular 2 kun ishlagan bo'lsa, ular ishni 1/3 qismini bajargan bo'ladi. U holda ishni 2/3 qismi qoladi. Demak, bu holda 2/3 qismini dadasi necha kunda tamomlasini topsa ketadi. Demak, dadasi butun ishni 12 kunda bajarsa, 2/3 qismini x kunda bajaradi. Proporsiya qilsak, demak dadasi qolgan ishni 8 kunda bajarar ekan. 8-chi masala 9 ni a teng 343, 49 ni b teng 81 bo'lsa, a ko'paygan b ni toping deyapti. A teng logaritm 9 asosga ko'ra 343 deb yozib olsak bo'ladi. Bu holda logaritm 9 asosga ko'ra 343 7 ning kubiga teng. Bu holda logaritm asosga ko'ra 3 pastga tushsa, ko'paytiruv bo'lib, logaritm 3 logaritm 9 asosga ko'ra 7 bo'ladi. Demak a 3 logaritm 9 asosga ko'ra 7 ga teng ekan. Endi b ni ham shunday yozib olamiz. b teng logaritm 49 asosga ko'ra 81. 49 ning 7 ning kvadrati 81 ning 9 ning kvadrati deb yozib olsak, xossaga ko'ra 2 ni o'zi tushadi. Ko'paytirish bo'lib, logaritm oldiga asosdagi 2 1/2 bo'lib tushadi. Demak 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Logaritm 7 asosga 9 ni o'zi qoladi. Yana a ko'paygan b ni so'rayapti. A 3 logaritm 9 asosga 7 ko'paygan b logaritm 7 asosga 9 ga teng. Bu holda 3 logaritm 9 asosga 7 ko'paygan logaritm 7 asosga 9 ni 1/9 logaritm 9 asosga ko'ra 7 deb yozib oldik.
Demek logarifmni 9/7 ile qisqarsa, demek bizda 3 degan javob hosil bo'lar ekan. Keyingi 10-chi x haqiqiy son uchun x ning kubi plus 4x teng 8 bo'lsa, x ning 7-chisi plus 64x kvadratini toping deyapti. Bu yerda x ning kubi topsak 8 minus 4x ga teng. Bu holda kvadratiga ko'paysa x ning 6-chisi 8 minus 4x ning kvadratiga teng. X ning 7-chisini x kubiga x ning 6-chisi plus 64x kvadrat deb yozib oldik. Bizda x ning 6-chisi 8 minus 4x ning kvadratiga teng. Ko'paygan x plus 64x kvadrat. Qovusini ochib yuborsak, 64 minus 64x kvadrat plus 16x ning kubi plus 64x ning kvadrati. Demak, bizda 64x ning kvadratlari qisqardi. Bizda 16x ning kubi plus 64x. Bu yerdan ham 16 ni chiqarsak, x ning kubi plus 4x hosil bo'ldi. Shartga ko'ra x ning kubi plus 4x 8 ga teng. Bu holda 16 ko'paygan 8 128 ga teng ekan. Keyingi 10-savolda agar bo'lsa x ni toping deyapti. Bu yerda hammasini bir xil darajada yozamiz. Ya'ni 3 ning x kubi plus kechirasiz. Bu yerda hammasini tub ko'paytiruvchilar darajalar ko'rinishida yozib chiqamiz. 3 ning x, 6 ning x, 2 ning x ko'payib 3 ning x deymiz. 9 ning x, 3 ning 2x deb yozib oldik. Bu yerda 5 ning x plus 10 x, 2 ning x ko'paygan 5 ning x, 15 x darajadan 3 ning x darajasi ko'paygan 5 ning x darajasi deb yozib oldik. Endi suratdan 3 ning x darajasini chiqarsak, 1 plus 2 ning x plus 3 ning x qoladi. Mahrajdan 5 ning x darajasini chiqarsak, 1 plus 2 ning x 3 ning x qoladi. U holda ular qisqarsa 3 ning x taqsim 5 ning x qolar ekan. U ham 50 taqsim 18, ya'ni 25 taqsim 9 ga teng bo'lsa, ya bu yerdan 3 taqsim 5 ning minus 2 darajasiga teng. Bu yerdan 3 taqsim 5 ning x 3 taqsim 5 ning minus 2 ga teng bo'lsa, x teng minus 2 ligini ko'rish mumkin. 11-savol. Rasmga ko'ra noma'lum x ni toping deyapti. Agar bu 123 gradus bo'lsa, qo'shni burchaklar yig'indisi 180 graduslik bilan bu yerda 57 gradus. Bular bir tomonli burchaklar. Holda bu ham 57 gradus. Mana bu burchakda ichki burchak yig'indisi 180 gradusdan bu burchak 78 gradusga tengligini ko'rish mumkin. Demak, 180 minus 45 57 78 gradusga teng ekan. minus 78 teng 102 ga teng. Bu holda x gradus bizlarda 102 gradusga teng. X teng 102 gradus ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Keyingi 12-savol. Tengsizlik sistemasini yeching deyapti. Birinchi tengsizlik 3-4 aralıkka tegishli ekan. Ikkinchisi modulni hisoblayib ko'rsak, modul ham 3-4 aralıkka teng ekan. Demak, umumiy 3-4 aralıkka tegishli ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. 10-savol. Agar a plus a minus 1 teng 4 bo'lsa, a ning 5-chisi minus a plus a ning minus 5-chisini toping deyapti. Oldin a plus a minus 1 ni kvadratga ko'tarsak,
a'ning kvadrat minus a'ning kvadrat plus a'ning minus 2'nin 14 ga tengligini buni ham kvadratga ko'tarsak a'ning 4 plus a'ning minus 4 plus 194 ga tengligini ko'rish mumkin. Endi a'ning 4 plus a'ning minus 4 kübida a küp a minus 1 deb yozsak, a'ning 5 plus a'ning minus 5 plus a'ning kubi plus a'ning minus kubiga teng bo'ladi. Demak, bizlarda endi a'ning kubi plus a'ning minus kubini topish kerak. Bu yerda a kvadrat plus a minus 2 ni a plus a minus 1 ga ko'paytirsak, a'ning kubi plus a kub a minus 3 plus a plus a minus 1. Bu yer 4 ligidan a'ning kubi minus plus a'ning minus 3 52. Bu yerdan 52 ni olib borib qo'ysak, plus 94 ko'paygan 4 teng a'ning 5 plus a'ning minus 5 plus 52. Bu yerda a'ning 5 plus a'ning minus 5 776 minus 52 teng 724 ga tengligini ko'rish mumkin. Keyingi savolda x1 teng minus 4 va ikkinchi ildiz 1001 sonli eng kichik tub bo'luvchilari kvadrat tenglama tuzing. İkincisi 1001 sonli eng kichik tub bo'luvchisi. 1001 sonning eng kichik tub bo'luvchisi bu 7 ekan. Demak, ikkinchi ildiz bizlarda 7 ga teng ekan. X plus 1 x plus 2 3 ga minus 3 ga x1 x2 minus 28 ga teng. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Demak, keyingi savol 15-savol hisoblang deyapti. Bu yerda hisoblash qulay bo'lish uchun a ni 2002 teng a deb belgilashga kiritamiz. U holda 1 plus 2005 a plus 3 ildiz ostida 1 plus 2004 a plus 2 va hokazo 1 plus 2003 a plus 1 2001 a minus 1 ga teng bo'ladi. Bu yerdan soddalashtirsak a kvadrat minus 1 ni berib 1 bilan minus 1 chiqadi. Bu yerda a chiqadi. A plus 2 ko'payga a. Demak, bu yerdan kelib chiqadi. A plus 2 hosil bo'lar ekan. U a 2002 ga teng bo'lsa, a 2002 plus 2 teng 2004 ga teng bo'lar ekan. Savolda tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Bizlar x ning kubi x kvadrat minus 3x ni t deb belgilab olsak, 1 taqsim t minus 3 plus 1 taqsim t plus 1 teng 2. Bu yerdan umumiy maxraj berdik, soddalashtirdik. Bizlarda t1 teng 3 plus ildiz ostida 17 taqsim 2, 3 minus ildiz ostida 12 taqsim 7 kelib chiqdi. Demak, x kvadrat minus 3x teng 3 plus ildiz ostida 17 taqsim 2. Bu yerdan bu tenglamadan x1 plus x3 ga tengligini ko'rish mumkin. X kub minus 3x teng 3 minus ildiz ostida 17 taqsim 2. Bu yerda ham bular ildizlari yig'indisi 3 ga tengligini bilsak, hammasining yig'indisi 6 ga teng ekan. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Tenglamani yeching deyapti. Bu yerda cheksiz davom etgani sababli bu x ga teng bo'lsa, bu yer ham x ga teng. Bu holda 1 plus x taqsim 5 teng x. Bu yerdan x teng 0.25 ga tengligini bilsa bo'ladi. Endi 1 ning kubi plus 2 ning kubi plus va hokazo 100 ning kubi yig'indini 3 ga bo'lganda qoldiqni toping deyapti. 1 da 100 ga 1 ning kubi plus 2 ning kubi n ning kubi teng eng ko'paygan n plus 1 taqsim 2 ning kvadrati formulasi orqali topsak bo'ladi. Bu yerda n ni oldik, uning 100 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak 5000 ning kvadrati bo'ladi. Bu holda 5000 ni 3 ga bo'lganda qoldiqni topamiz. Bu yerda 5000 ni 3 ga bo'lganda 1 qoldiq qolar ekan. 5000 ning kvadratini ham 3 ga bo'lganda 1 ning kvadratidan 1 qoladi. Demak, 1 qoldiq qolar ekan. 19 ko'paytiruvchilarga ajrating deyapti. Biz bu yerda a ni 8 minus 8 a ni 4 plus 16 deb yozib oldik.
plus a minus 4-si nima uchun deganda bu yer a minus 1 cos kvadratini beryapti, ya'ni ana 4-si minus 4 ning cos kvadratini berdi. Endi ana 4-si qoldi. A kvadrat minus b kvadratga otsak, ana 4 minus 4 minus a kvadrat plus ana 4 minus 4 plus a kvadrat. Shu ko'rinishda ko'paytirishlarga keltirdik. Keyingi savol, vektorlar orasidagi burchak kosinus toping. Kosinus qoldi. Demak, bu yerda kosinus alfa vektor ko'paytmani modullar ko'paytmasi nisbatiga teng. Vektor ko'paytma buni vektor ko'paytirgan modullar ko'paytmasiga nisbatan olsak, bu yerda kosinus alfa 0.6 ga teng bo'lar ekan. Bu ham D javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol hisoblang deyapti. Bu yerda hisoblasak 1.4 minus 5.4 va javob 3.16 plus 1.16 ko'paygan minus 4 teng minus 1.16 ga teng bo'lar ekan. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Demakki bir songa 77 ni qo'shib 7/25 qismiga 2 qo'shsak 30 hosil bo'ladi. O'sha sonni toping. Demak, bir songa oldi 77 ni qo'shdik va uni 7/25 qismini hisobladik va unga 2 ni qo'shdik. Natijada 30 hosil bo'ldi. U holda shu sonni o'zini topadigan bo'lsak, soni 23 ga teng bo'lar ekan. Tenglamaning ildizi 8 dan qancha kam deyapti. Bu yerda yig'indini ko'paytma orqali yozsak bo'ladi. Logaritm 2 asosga 1 asosda ko'paytma qilib yozamiz. X plus 2 taqsim x plus 3. U holda x cos 5x plus 6 2 ni birinchisi 2 ga teng. Bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, x1 teng minus 1, x1 teng minus 4 ga teng. Minus 4 ni ola olmaymiz, chunki x ni o'rniga minus 4 ni qo'ysak, logaritm esa logaritm asosida minus bo'lishi mumkin emas. Demak, minus 1 ni ola olmaymiz. Minus 4 ni 8 dan minus 1 ni ayirsak 9, demak 8 dan 9 da kam ekan, minus 1. 24-savol, tenglamani yeching deyapti. Umumiy maxraj berdik, soddalashtirdik. Natijada oddiy tenglama x teng 10 hosil bo'ldi. Bu yerda sonni 9 ga bo'lganda qoldiqni natural bo'luvchilar sonini toping deyapti. Bu yerda 2024 marta yozilgan. U holda 2024 ko'paytirib 4096 xonali son mavjud. Holda ularning raqamlari yig'indisi bittasining raqamlari yig'indisi 8 bo'lsa 4096 2024 tasiniki 192 ga teng ekan. U holda 9 ga bo'lganda qoldiqni raqamlari 9 ga bo'lganda qoldiqni deyarli bir xil. Demak, 9 ga bo'lsak 1 qoldiq qolar ekan. Bu ham bir javobga to'g'ri keladi. Silinderning yon sirti 300 p, bandagi 15 ga teng bo'lsa, silindr aylanasining uzunligini toping. Silindr yon sirti 2 pi h, bu ham 300 pi, bandagi 15 bo'lsa, silindrning asosiy uzunligi 2 pi r, u holda h 15 ga teng bo'lsa, 2 pi r h 2 pi r bo'ladi. U ham 20 pi ga teng bo'lar ekan. Aynan uzunligi 26 soat 4:22 shu vaqtda ko'rsatkich soatning soat va minut milliardirliklari orasidagi o'tkir burchakni toping deyapti. Demak, soatning minut strelkasi 60 minutda 360 gradusga aylansa, 22 minutda x gradusga, bu holda proporsiya qilsak 132 gradusga aylanar ekan. Endi soat mili 12 soat 360 gradusga aylansa, 4:22 60 soatda 20 gradusga aylanadi. U holda bu yerda 20 ni topadigan bo'lsak, 131 gradusga aylanadi. U holda ularning orasidagi farq
132 minus 101 teng 1 gradusga teng bo'lar ekan. 28-savolda 2013 va 2015-yilni 10 ga bo'lganda qoldiqni toping. Unda 2013 2015-yilni qaysi raqam bilan tugasa 10 ga bo'lganda shu son qoldiq bo'ladi. Har qanday sonni 10 ga bo'lganda oxirgi raqam qoldiq bo'ladi. Bu holda 2013 ning 2015 darajasi 7 bilan tugar ekan. Ya'ni 3 ning 2015 darajasining oxirgi raqami bilan 2013 ning 2015 darajasining oxirgi raqami deyarli bir xil. Oxirgi raqam topish formulasidan 3 ning 2015 7 bilan tugar ekan. Bu holda 2013 ning 2015 ham 7 bilan tugaydi. Uni 10 ga bo'lsak 7 qoldiq qoladi. Ham adabga to'g'ri keladi. 29-savol. 3 og'ayni birgalikda aqlli yashaydi. Bobosi, otasi va o'g'li. Bobosining yoshi shunday raqamki, agar siz yoshdagi raqamlarning tartibini o'zgartirsangiz, ya'ni o'g'lining yoshi kelib chiqadi. Ya'ni bobosining yoshi A bo'lsa, o'g'lining yoshi B A. Uchalasining yoshining yig'indisi 144 ga teng deyapti. Agar otasining yoshi bobosining yoshidan shunday raqamki, agar siz yoshdagi raqamlar tartibini o'zgartirsangiz, otasining yoshi kelib chiqadi. Otasining yoshining raqamlar yig'indisi bolasining yoshiga teng. Uchalasining yig'indisi 144 ga teng. Ya'ni bobosining yoshi A bo'lsa, otasining yoshi B A ko'rinishlari mumkin. Ya'ni 10A plus B bo'lsa, otasining yoshi 10B plus A deb yozib olamiz. Holda o'g'lining yoshi shuni raqamlar yig'indisiga teng, ya'ni A plus B ga. Uchalasining yig'indisi 144 deyapti. Hisoblasak 12A plus B teng 144, A plus B teng 144. 12 ga teng. Bu yerda A teng 8, B teng 4 deb olish mumkin. Teng 12 ga teng bo'ladi. U holda A B teng 84. Bobosining yoshi juft son 84. Navbatdagi keyingi savol. Qaysi formula xato deyapti? Bu yerda birinchida A to'rtburchakning yuzini formulasi va o'zi to'rtburchakning emas, uchburchakning yuzini formulasi. Aylana uzunligi esa 2 A emas 2 yer sinus alfa taqsim 2 va C javob sektor yuzi to'g'ri, D javob ham to'g'ri. Demak, bu yerda B javob xato deb olsak bo'ladi. Shu yergacha videoni ko'rib bir nima o'rgangan bo'lsangiz, demak biz maqsadimizga yetdik. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha xayr.